İstanbul'un Safaköy rayonunda Uyghur Yaş Abdüsami Xotan başçılığında kurulgan Şarkı Türkistan Uyghur Yaşlar Merkezi İstanbul'da tuyuq yolu kırıp kalgan Uyghur yaşlarının özgürüşüge hamda salomatligining asli kelib ve yeniden bir hayat kuruşu yardım kılıp ularning ümidi bo'lmoqda. Egilishimizce Şarkı Türkistan Yaşlar Merkezi 2021 yıldan bu yan İstanbul'da zaharlik çekimlik xumar bo'lib qolgan. Mecburi halda ko'chalarda o'g'irlikqa yoki tilamchilikka selingan bir qism Uyg'ur yosh o'smirlarga quchoq ochib, ularni turalg'i bilan ta'minlagan. Shundaqla yuzlagan Uyg'ur yoshlarning o'zgarishiga hamda salomatligining asliga kelishiga yordam qilgan. Buning bilan Turkiyadagi tuyuq yo'lga kirib qolgan yuzlagan Uyg'ur yoshlarga umid, jasorat va yangidan hayot qurish fursati ato qilgan. 10 yil ilgari Sharq Turkistondan qochib chiqib, Hindistonda tutib turilayotgan 3 Uyg'ur navbatda Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan bo'lib, ularning advokatining aytishicha, Hindiston doiralari advokatning ular bilan ko'rishish talabini rad qilgan. Ularning advokati Muhammad Shafi Lasso navbatda 3 Uyg'ur yangi turmaga yo'tkaldi. Men turma doiralari bilan aloqalashib, bu akuflar bilan ko'rishni talab qilgan bo'lsam-mu, ammo ular mening bu bolalar bilan aloqa qilishimga yo'l qo'ymaydi degan. Muhammad Shafi Lasso'ning aytishicha, u Uyg'urlarning advokati bo'lish salohiyati bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti musofirlar organi bilan aloqalashgan va har qaysi hukumatlardan yordam talab qilgan. Hamda mazkur 3 Uyg'urga panohlik tilashda yordam berishni umid qilgan bo'lsa-mu, biroq hech qanday ijobiy javob va yordamga erishamagan. Xitoy iqtisodining asliga kelishidagi ojizlikning yangi belgisi sifatida bu yil 7-oyda import-eksportning tövəllash yuzlanishi tezlashdi. Xitoy Tamojna bosh idorasining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, 7-oyda eksport oldingi yilning o'xshash mezgiliga selishtirganda 14,5% tövəllab 281 milliard 700 million dollarga tushib qolgan. Import bo'lsa 12,4% tövəllab 201 milliard 100 million dollarga tushib qolgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Shimoliy Koreyalik hakerlar Rossiyaning ballistik boshqarilgan bomba va olam sun'iy hamrohi ishlab chiqarish shirkatining to'riga hujum qilgan. Reuters agentligining xabariga qaraganda, 2021-yili Shimoliy Koreya amaldorlari bilan aloqasi bo'lgan sarxil hakerlar atriti maxfiy holda Moskvaga yaqin Rotovdagi shirkatning sistemasiga maxfiy hujum qilgan. Bir necha oydan keyin Pyongyang ballistik boshqarilgan bomba programmasida bir qator utuqlarni e'lon qilgan. Lekin buning hakerlik natijasida erishgan uchurlarning ishlatilishidan bo'lgan bo'lmaganligi noma'lum ekan. Amerika Şimal Komandalıq shtabi oldingi hafta Rossiya bilan Xitoyning Amerikaning Alyaska shtatiga yaqin xalqaro sularda birlashma harbiy chorlash olib borganligini e'lon qildi. Rossiya bilan Xitoymi bu birlashma chorlashni dalilladi. Filippin prezidenti Ferdinand Marcosning aytishicha, Filippin va Xitoy ikki davlat dengiz qirg'og'i muhofazat atritining Janubiy dengizdagi talash-tartishlik rayonida yuz bergan to'qinishidan keyin ular Xitoyga diplomatik e'tiroz bildirgan.